Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Bugun sizlar bilan non qilamiz, ko'k somsa qilamiz, qat-qat patir qilamiz tandirda. Buni bir Toshkentlik obunachim iltimos qildi. Mana xamirni ham zivola qilib oldim. 10 ta non bo'ldi. Har doim 8 ta 9 ta bo'lardi, bugun 10 ta bo'ldi. Bilmadim, patir qilishimni bilib nonim ham ko'payib ketdi. Mana patir bilan somsaga ham xamir aniq qilib oldim. 2 ta patir, bitta somsaga. Mana nachingalarni tayyorlab oldim. Patirni ichiga surtishga yog' aniq qildim. Ular damab turguncha deb uyda oldiga buzilgan tom bor edi. Uni hashagi bilan to'pironni ajratib, kirib, ozroq ishlab, keyin xamirimni yoydim. Mana patirimni yog'i qotib qolibdi, to'nglab kelgunimcha xilla surtib oldim. Mana somsamni xamirini yoyib bukib oldim. 7 tagina somsa bo'ldi. Xamirim kamlik qildi, ichi qolib ketdi, lekin 7 ta somsa bo'ldi. Tandirga oldim. Men somsa qilmaganman azizlarim. Birinchi marta somsa qilishim, lekin shunaqa mazali chiqibdi. Tandirga inshaalloh endi ko'p somsalar qilib turaman. Mana oshxonalarda tandirlar oldin supura olib, tandirga olov qo'ydim, yoqdim. Mana kirib olib chiqdim nonlarimni. Mana nonlarimni ildirib oldim. Endi somsalarimni nonni arasiga yopib chiqmasam umuman sig'madi. Patirlarim esa azizlarim umuman sig'madi. Pichoq bilan 4 ga bo'lib yopib oldim. Mashalloh, mana nonim pishdi. Bu joyi juda ham mazza, men juda yaxshi ko'raman. Tandir oldida yaqday suvga issiq nonni botirib yeyish men uchun juda ham zavqli, yoshligimni eslatadi. Mana azizlarim,